shunaqa kutubxona ochdik Marg'ilonda. Bunaqa kutubxona butun Farg'ona viloyatida yo'q. Bizni kutubxonamiz bilasizmi, menimcha shu Britaniya kutubxonasi ham unchalik maqtanmasa kerak. Vatikan kutubxonasi ham unchalik maqtanmasa kerak. Dunyoning eng katta kutubxonasi bo'lib, Kongress kutubxonasi ham Vashingtondagi unchalik maqtanmasa kerak. Oxiri men o'rnidan turdim-da, aytdimki, hurmatli hokim buva, ismingiz? Shunaqa, rahmat, tanishgan bo'lsam, men Otabek Mahkamov. Men Londondan kelyapman, bir hafta bo'ldi Londonga kelganda. Bu yerda nimaga maza qilib o'qiymiz? Chunki barcha kutubxonalar birinchidan bepul, ikkinchidan 24 soat davomida ishlaydi. Xohlasam 1 da kechasi borishim mumkin kutubxonaga. Xohlasam 2 da, 3 da, 5 da sahar borishim mumkin. Ro'za tutgan paytimda shunda bilasizmi, og'iz yapardan keyin to'g'ri kutubxonaga ketardim. Bemaloldan. Sizda kutubxona nechigacha ishlaydi? Desam soat 7 gacha kechqurun. Bo'ldi, mana boshqa savol yo'q. Tushunyapsizmi?